Zulfi, hali ham topolmayapsizmi? Bayramga nima kiyish? Undan ko'ra Xadicha brendga keling. Maski bitta zo'r variant ko'rsataman. Qizlar, agarda sizlar ham to'ylarga, tug'ilgan kunlarga nima kiyishni qidirib yurgan bo'lsangiz, unda Xadicha brend do'konimizga tezroq shoshilib kelmasangiz bo'lmaydi. Juda ham chiroyli bo'lgan shunaqangi to'ybob ko'ylaklarimizdan olib kelib qo'yganmiz. Yeng qismini qaranglar, qanaqangi chiroyli qilib Swarovski toshlar bilan bezatilgan fransuzskiy krujavalar bo'ladi. Oldi qismida ham shunaqa qilib krujavalar bilan va Swarovski toshlar bilan bezatib qo'yganmiz. Rissi ham chiroyli qilib kiyib yursangiz bo'ladi. Bemalol sovg'a salomlarga ham olsanglar, rissi chiroyli bo'ladi. Qizlarjonlar, har xil xadavoy rasvetkalarni olib kelib qo'yganmiz. O'zim kiyib olganim shunaqangi bagati ko'rinadigan korичневый rasvetkasi bor. Qizlarjonlar, bu yoqqa yaqinroq kelinglar. Shunaqangi bazaviy qora rasvetkada olib kelganmiz. Rissi ham chiroyli ko'rinadi. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin shunaqangi baqlajon rasvetkasi, och jigareni, izumrudniy rasvetkasi, rissi ham boy ko'rsatadi va shunaqangi bardovisi bor. Oldi qismi полностью shunaqangi Swarovski toshlar bilan bezatilgan va o'zim kiyib olganim shunaqangi korичневыйsi qora rasvetkalardan bor. Qizlar, ranglarini o'zingizlar ko'rib olsizlar, xilma-xil qaysi birini tanlashni ham bilmay qolamiz, boshimiz aylanib qolganidan. Narxini eshitsanglar, vobshe xushlikdan ketib qolsanglar kerak. Atigi 250 ming so'mdan xarid qilib olsanglar bo'ladi. Hammalarni Xadicha brend do'konimizda kutib qolamiz. Bunaqa narx boshqa hech qayerda yo'q. Shuning uchun shoshilib kelinglar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimizda mavjud.